voy ichim qotib qolyapti, qabziyatim bor, 3 kunda ham, 1 haftada ham ichim kelmaydi, doim treshina bo'ladi yoki gemorroyim chiqib qoladi deb qiynalayotgan insonlar uchun oddiygina tavsiya. Sizga nimalarni yeyish muhimligini emas, nimalarni cheklash muhimligini aytaman. Oq nonlarni cheklaysiz 3 kun davomida, yog'li, qovurilgan o'ta shirin mahsulotlarni ham cheklaysiz, gazli ichimliklar umuman ichmaysiz, ayniqsa shirinliklardan voz kechsangiz 3 kundan so'ng sizda qanaqa natija bo'ladi? Birinchidan ichak ochiladi. Ikkinchidan peristaltika ishga tushadi, ya'ni axlatni surib chiqarish. Uchinchidan ichaklar tozalanishni boshlaydi. Xuddi shunday qilsangiz, albatta qabziyatni oldini olgan bo'lasiz. Voy, nimalar yeyishim kerak degan insonlar uchun aytmoqchimanki, birinchi o'rinda 4-5 dona olxo'ri qoqisini ertalab nonushtaga yeng, ozgina non bilan. Obedda va kechki paytda 1 stakandan qaynatib iching, o'rikdan sharbat qilib. Keyingisi esa sabzavotlarni ko'p yeng. Bu kletchatka bo'ladi. Hamda siz no'xat, loviyalarni ham suyuq ovqatlarga qo'shgan holatda iste'mol qiling. Mana shu bilan ichak ham oziqlanadi, ham unga kletchatka bo'ladi, ham harakatga keltiradi. Aytgandek, suv ichishni kamda qilmang. 2 litr sizga me'yoriy. Hamda ertalab kech payt ozginadan harakat qilib yurib turing. Qarang, oddiygina tavsiya orqali siz batamom qabziyatdan qutulib ketishingiz mumkin. Agar shundaqa eplolmayotgan bo'lsangiz, tayyor oziqalarni men sizga aytaman. Trigelim, Epamon 1, Baykal 5 choyi. Mana shu kompleks sizni qabziyatdan batamom xalos qiladi. Eski axlat toshlaridan ham tozalaydi, natijada qabziyatdan qutulasiz. Savollar bo'lsa, video so'ngidagi telefon nomerlariga qo'ng'iroq qiling.